Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana devorga fasadniy plitalar qatirish jarayoni. Bu o'zimiz oddiy suvalgan, xom g'ishtdan bo'lgan devorimizga qatirilgan. Kafirlarimiz, mana shogirdlarimiz Saydullo va Nurullo shogirdlarimiz qatirishni boshladi, qatirishni davom etyapti. Bu oddiy suvalgan devorga qilingan holati. Endi shlaka blokka qatirsa qanaqa bo'ladi degan savollarga javob. Blok devorga mana shunaqa bo'lib qatadi mana. Buni oldingi joylagan videolarimizda qo'yganmiz. Aynan blokka qanaqa qilib qatirish kerakligini, karkasini qo'yganmiz. Endi mana karkasga qanaqa kelyapti. Sokol qismini hali qatirish jarayonini ham video qilgan edik. Buni ham joylaymiz. Devorlarni, fasadlarni aynan plita qilmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab kafelarga yetkazib beramiz hamda usunovka qilib o'rnatib beramiz. Telefon nomerlarimizni, manzillarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana shlaka blokka betonga qatgan holati. Mana har bitta shopiga dubl mix bilan o'rnatganmiz. Shunaqa holatda qatadi mana. Hozir mana chekasini qolganini sababi, bu chekasi mana bu pastdagi sokoldagi toshdan qatadi bu chekasiga. Aylanasiga tepada bir qator, yonboshda bir qator, ikkala yonboshda bir qator, keyin pastda sokol aynan boshqacha ko'rinishdagi kafelarimiz qatadi. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga tinchlik, xotirjamlik va baraka tilab, har doimgidek sizlarga andijonlik ustalar o'z xizmatlarini taklif qilamiz.